İsmat Şuramsiya, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Yangi tualet qurdirdim, ko'rdingizmi? Ko'rdik, zo'r ekan. Sana bitta qurdir. Eski tualet bir kun ustiga tushib yiqilib o'lmayana tegida. Bu onangim yurgani men bilan o'ynash boshladi. Nima qilish kerak bu tualetni? Vozli qilish kerak. Vozda? Tamam, bitta turban, shuni tomon tashqariga chiqarib beraman, tashqariga chiqib o'tiraveradi ovoz. Tashqariga emas. Hamsa yotadigan o'yi bor-ku. O'shanga uchun to'g'rilash kerak. Kechasi yotolmay sasib o'lish kerak bu. Filmni siz o'zingiz hamsa yashga onasini hamsa raso bo'ladi o'yini uni. $1000 beraman. Yiv! Uy sat ketgan o'yda yo'q bo'lmaydi. Hayvonlarni ko'rsam pishak o'lganmi qo'yli tegida. Yiv! Burada qayerdan keldi meni? Yotib bilmayapsiz uyda. Aniq apting ana tirjeshingdan ma'lum Ismat, sen qilgansan shu beqiliq ish. Sen endi qarab o'tir. Menga qarang usta. Mana shu turban uchun shunday qayrasiz. Sen o'yinni ko'rib turibsizmi? Ana shu tomiga to'g'rilang, qornim og'rib, zattatat qo'yveraman, payt kalyasiga to'kilsin biraman borib. Tushundingizmi? Qilasiz hamsa yashku. $1000 beraman, yig'ishtiramsiz hamsani. Bu ham $1000 beradi-da. Nima? Yo'q, bo'lmaydi ekan. 1,5 beraman, qilib berasanmi? Jona tegdi bu hamsa yashku. Nima deysiz yana? Sizga bir ish bu. Kasbingiz-ku? Kirib eldi onangimni. Qarang, turbadan raketa yasash kerak. Shunday raketa koinotga uchib, yana qaytib tushib, ana bu hamsayan tomiga tushish kerak. Qartlash kerak. Iloji yo'q uni. Nima qilasiz iloji yo'q ishlar qilib. Qilmasam bo'lmaydi men. Bu kun hisobida qilmasam bo'lmaydi bu onangimni. Menda zo'r idea bor. Qani? Qaytib tualet akra olmaydigan aytib bering. Umuman o'tira olmaydi ham uyda keyin. Kirib bilasizmi? Ha, mang. Kelishdik.